Mana. Mana men oyog'im bilan bosgan joyimda mana pachaq ketdi. Oyog'im bilan bosgan joyimda o'ynayapti. Bu yuk mashinadan kelib bitta tormoz bersangiz, mana yoqqacha olib borib qo'yasiz hammasini. Sal tormoz bergandingiz, mana ko'ryapsizlar qanaqa olib boryapti. To'xtatgan joyida. Shuning uchun to'g'richilar bu tabiat. Lekin shunga qarab chora-tadbir belgilaymiz. Hozir tepadan tushayotgan issiqlik 45 gradusgacha. Asfalimiz bo'lyapti. 80-90 gradus issiq. Anomal issiq o'tguncha ertalab soat 9:00 dan 19:00 gacha Qashqadaryoning yo'llarida yurish cheklandi. Shuning uchun hammalaringizda Telegram gruppa bor. O'sha yuk tashuvchilarning gruppasi, boshqasi sirazi o'sha beringlar, mana buni tashab beringlar. Bu ma'lum muddatga, doimiy emas. Hamma yo'l harakati qoidalariga ham belgilangan tartibga ham rioya qilishi shart.